5 yildan beri erining qiliqlariga sabr qilib chidab yashab kelayotgan ayol oxiri ajrashibdi va 1 oy ichida baxt kulibdi qara. Ayolni baxt kulganini eshitgan erkak yetib kelibdi qara shumshuk. Ana erkak ham shundoq ayolni ko'ribdi. Men sizni sevaman debdi, olib ketaman o'zim bilan debdi. Deb bir pasda deb kelgan. Endi bir payt ayoli mashinaga o'tkazdi, olib ketyapti. Orqada erkak o'sha yetib kelgan mashinada. Ana erkakni yonida ana bolalari ham bor. Ayol mashinani oldiga o'tirib olgan, erkak yonda. Ashkirada tako erkak ekan. Bir payt mashina uzoq qarab ketyapti. O dalbayob, o da qaq ketyapti, o da taxta. Senga kim qaraydi, o dalbayob, tushdi olma mashinadan. O gandon, senga bular san tashlab ketadi bular. U men senga chidagan. Tushdi olma, tush. Qarasa xotin eshitmayapti, mashinada ketyapti. Shpay shiqitib mashinasiga o'tirib, duf etib eshigini yopdi. Endi mashinada ketyapti xotinni ketidan. O dalbayob bo'laman. O dalbayob bo'laman senga. Pa. Tushdi olma mashinadan, o gandon, tushdi olma senga bu yerlik qilmaydi. Qarasa o'tmayapti. Mashinani piy onasi jonim ko'z yoshlanmashdi. Kvartiraga chiqaman jonim. Mana men senga onam senga xizmatkorlik qiladi jonim. Tush. Sabina yashaymadik keldi, kechir bari. Ana mashinani haydab ketyapti, mashinaga razgon berib ketyapti. Orqa mashina yalinib ketyapti, og'zi bashi shariva. Shamolda. Mashina yalinib ketyapti-da. Onasi menga achinmay, kerak emas, hech bo'lsa bolalarga achin. Mashina beraman deyapman. Ayol bu gaplarni eshitib lo'qda. Yonidagi oligarx tashab yana orqaga qaytdi. 3 kun yaxshi gapiribdi xotiniga, 3 kun. Dalbayob, 3 kundan keyin. Nima qildi seni? Tashab ketdilar. To'g'risini ayt. Nima qildi senga? Yo'q, mayli, urmayman. Oilada nima ish bo'lganini menga ayt to'g'risini. Urmayman. Oy jala. Voy manjiq. Oilada nima bo'lganini ayt. Janjal qilib oxiri nima qilibdi? Eri tashab ketibdi. Oligarxdan ham quruq qolibdi, ana erdan ham quruq qolibdi.